Assalomu alaykum. Biz hozir kartoshka ekilgan maydondamiz. Maydonning umumiy uzunligi mana shu mashina turgan joydan daraxtlargacha 360 metr. O'sha daraxtlardan bu oxiri mana daraxtgacha 240 metr. Ushbu loyiha Mikrokredit bank, Chiroqchi bank xizmatlari markazi hamkorligida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Gulobod mahalladan 1997-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydonning umumiy hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Gullash davrida ekinlarni yetishtirish 100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 16 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,56 gektar yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Gulobod asl mahsulotlar ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari oshirib boriladi.